Hazreti İsa bu so'zlarni qilib bo'lgandan keyin shogirdlarga sizlarga ma'lumki, 2 kundan keyin bo'ladigan o'tib ketish hayotida inson o'g'li krestga mixlanish uchun tutib beriladi dedi. Oliy ruhaniylar va xalq oqsoqollari Qayopa ismli bosh ruhaniyning sarayida jam bo'lishdi. Ular Hazreti İsa'ni hiyla bilan tutib, ujuqtirish uchun maslahat qilishdi. Biroq ular bu ishni hech oyam kunlari qilmaydi. Bo'lmasa xalq orasida qalaymonqanchilik chiqishi mumkin deyishdi. Hazreti İsa Beytaniya yesida ilgari mahab kechida giribdor bo'lgan Simonning uyida bo'lganda, uning yeniga bir ayol kirdi. U ayol oq qosh tishidan yasalgan bir qutida nihoyat qimmatli atir ilib kelgan edi. Hazreti İsa dastonda o'tirganda, u ayol atirni uning beshiga qo'ydi. Shogirdlar buni ko'rib, xafa bo'lishib, "Nemishqa bunday isrofchilik qilasiz? Bu atir jiq pulda yaratdi. U setilib, puli kambag'allarga berilsa bo'ladi" deyishdi. Shogirdlarning norozi bo'lganligini bilgan Hazrati İsa ularga "Bu ayolni qizil qilib nima qilasizlar? U men uchun yaxshi ish qildi. Kambag'allar doim sizlarning oranglarda. Lekin men oranglarda doim bo'lmayman. Bu ayol bu atirni meni dafn qilinishga tayyor qilish uchun badanimga quydi. Bilib qo'yinglarki, bu xush xabar dunyoning qayrida yetkazilsa, bu ayol aslanib, uning qilgan ishi tilga elindi" dedi. Shu vaqtda Hazreti İsa'ning 12 shogirdidan Yahuda Ishqariyot ismli biri oliy ruhaniylarning oldiga berib, "İsa'ni tutib bersam, menga nima bersizlar?" dedi. Ular uningga 30 kumush tangi berdi. Yahuda shundan e'tiboran Hazreti İsa'ni tutib berish uchun fursat izlashga boshladi. Peternan heytining birinchi kuni shogirdlar Hazreti İsa'ning yeniq kelishib, o'tib ketish heytining tomig'ini qayerda tayyorlashimizni xohlaysiz deb so'radi. Hazreti İsa ularga Yerusalimga kirib, palonchining uyiga berib uningga "Ustozimiz, vaqt soatim yaqinlab qoldi. O'tib ketish heytini shogirdlarim bilan birlikda sizlarning uyga o'tkazay deydi" deb aytinglar dedi. Shogirdlar Hazreti İsa'ning buyrug'iga binoan o'tib ketish heytining tomig'ini shu yerda tayyorlashga kirishdi. Kashqurun Hazreti İsa 12 shogirdi bilan dasturxonda o'ltirdi. U tomoq yeyitib, "Bilib qo'yinglarki, oranglarda biraylan menga sotqonlik qiladi" dedi. Bu so'z ularni intayin qayg'uga soldi. Ular bir-birlab "Ya Rabbim, men emasman" deb so'rashga boshladi. "Menga sotqonlik qilguvchi qo'lidagi nonni taxsiga men bilan birga to'girgan kishidir. İnson o'g'li muqaddas yozmalarda yozilganidek olamdan o'tadi. Lekin uningga sotqonlik qilgan kishining holiga voy. U odam tug'ilmagan bo'lsa koshki" dedi Hazreti İsa. Uningga sotqonlik qilmoqchi bo'lgan Yahuda "Ustoz, men emasman" deb so'radi. Hazreti İsa uningga "Dal sen" dedi. Ular tamoq yeyishayotganda Hazreti İsa bir nonni qo'liga elib, Xudoga shukr etgandan keyin uni o'shtib turib, shogirdlarga ulashtirib berdi va "Elinglar, yanglar, bu mening tenim" dedi. Ondan qo'lga bir jom elib, Xudoga shukr etgandan keyin uni shogirdlarga sunib, "Hammanglar buningdan ichinglar. Bu mening nurg'un odamlarning gunohlarining kechirim qilinishi uchun to'kilib, Xudoning ahdisini tuzdigan qinimdir. Shuni bilib qo'yinglarki, Xudo otamning podshohligida sizlar bilan birlikda yangicha sharobdan ichmaguncha bundoq sharobni
hergiz içmeymen, dedi. Ular Madiye naqshni aytgandan keyin talog'i chiqib, zaytun teg'iga qarab ketishdi. Bu chaqda Hazreti Ayso shogirdlariga bugun kecha hammanglar mening beshimga keladigan ishlar sababli meni tashlab ketishsizlar. Chunki muqaddas yozmalarda Xudo qo'ychini urib o'ldiraman, podidagi qo'ylari patparoq bo'lib ketadi degan. Lekin men tirilgandan keyin Galileyaga sizlardan burun boraman dedi. Petrus uningga hammaylar sizni tashlab ketsinmi, men hergiz tashlab ketmayman dedi. Bilib qo'yginki, bugun kecha g'o'rash chillashdan burun sen mendan 3 ketim tanisan dedi Hazreti Ayso. Biroq Petrus, siz bilan birga o'lishga to'g'ri kelsinmi, sizdan tanmayman dedi. Qolgan shogirdlarmi shundoq deyishdi. Keyin Hazreti Ayso shogirdi bilan birga Getsemane degan bir yerga keldi. U shogirdlarga men u yoqqa berib duo tilovat qilib kelguncha mushu joyda o'ltirib turinglar deb Petrusni, shundoqla Zabadiyning ikki o'g'li Yoqub va Yohannani birga elib mangdi. Bu vaqtda Hazreti Aysoni g'am besib, ko'ngli qattiq bearom bo'lishga boshladi. U ularga kenim chiqib ketgandek g'am qayg'uga botdi. Sizlar bu yerda qilib, men bilan birlikda ho'shyor turinglar dedi. Va sal nariroq berib, yerga bosh qo'yib, duo qilib, ey ota, mumkin bo'lsa, bu azob qadihni mendan yiroqlashtirg'aysan. Lekin bu ish mening emas, balki sening irodang bo'yicha bo'lsin dedi. U shogirdlarining yeniga qaytib kelganida ularning mugdab qolganligini ko'rib, Petrusga men bilan birga birer soatmi ho'shyor turolmadinglarmi? Yeziq turishdan saqlanish uchun sagak turib duo qilinglar. Ko'ngil xolaydi, lekin tan ojizdir dedi. Hazreti Ayso ikkinchi qatim berib, yana duo qilib, ey ota, agar men bu azob qadihni ichmaguncha bu qadah mendan yiroqlashtirilmasa, undaqda sening irodang bo'yicha bo'lsin dedi. U shogirdlarining yeni qaytib kelganida ularning yana mugdab qolganligini ko'rdi. Chunki ular ko'zlarini ochamay qolgan edi. Shuning bilan Hazreti Ayso ularni tashlab, 3-chi qatim berib, yana shu so'zlar bilan duo qildi. Keyin shogirdlarning yeniga kelib, sizlar texnicha dam elib uxlayotgamsizlar? İnsan o'g'lining gunohkorlarning qo'liga topshiriladigan vaqt soati yetib keldi. Qo'pinglar, ketayli. Mana, menga sotqinlik qildigan kishi